Grabilkani zo'ri nomeradining yangi maslamat bor. Zavod narxida bugun xudo xolasa drabilkalarni tarqatishni boshlaymiz. Jasur aka, bugun universal yangi masla drabilkalarni obzor qilib beramiz. Buni qarang Jasur aka. Maşallah, yangi maslamat bor. Bularda qarang. Har xil turda motorlarimiz bor. Misli, alyuminli, hamma turini hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Universal eng hadovoy ketayotgan drabilkalarimizni bugun zavod narxida, xudo xolasa arzon narxda xalqimiz poddeshkada bo'lib, bardonani laki o'pib tursa aka, arzon qilib chiqarib beramiz aka. Assalomu alaykum, hurmatli Jasur kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, aziz chorvadolar. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Olov brendi ostida ishlab chiqargan universal drabilkalar zavodiga kelganmiz akalar. Mana birin-ketinligida apparatlarni ishlashlarini ko'rsatib beramiz, narxlarini sindirgan holatda xalqimizga, elimizga, yurtimizga olib borib beramiz. Sizlardan iltimosimiz, mana shu video ko'proq insonlar ko'rishi uchun yordam berishlaringizni so'rab qolamiz. Shu videoda bir dona like bosib ketinglar. Hattoki like bosgan insonlarga bepul drabilka beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotlar aytamiz. Va bizni ko'rib turgan insonlar ekrondagi podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kiritib borayotgan videolar ham SMS bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Omajon Hormay aka. Assalomu alaykum. Aka, sizmisiz? Tanjoningiz sog'mi? Charchamasdan. Assalomu alaykum. Xudoga shukr aka, Allohga shukr. Xudo xolasa bugun xudo xolasa ishlarimiz boshlab oldik. Xudo xolasa xalqimiz poddeshkada bo'lib, like bosib tursa aka, chiroyli nomeradining drabilkalarimizni, motorlarini chiroyli qilib obzor qilib beramiz aka. Omajon, labay aka. Narxlar arzon bo'ladimi? Narxlar aka bugun xudo xolasa hali qo'qqis quledi. Qo'qqis quledi aka. Nomerading bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa drabilka bo'yicha xudo xolasa arzoni olov brend ostida chiqayotgan drabilkalarda bo'ladi aka. Sizdan arzon chiqsa-chi? Bizdan arzon chiqsa, biz undan ham arzon qilib, kerak bo'lsa aka, bepulga ham drabilka berib yuboryapmiz aka. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Xo'p, bitta obzorni boshlayveramiz. Bo'ldi, Jasur aka. Eng hadovoydan boshlab turib, aha, sekin ko'tarib boraveramiz. bo'ldi. Birinchi o'rinda nima desa bo'ladi? Hali 5-6 ta, 10 ta, 15 ta chorvasi bolalarga birinchi hali arzon, puli arzon, zo'r sifatligidan bitta ko'rsataylik Jasur aka. Qaysi biri? Xo'p, aka, Titan motorimiz o'z bilishadi aka. Eng nomerading, eng yaxshi motorimizdan 3.5 kilovatlik Titan motor aka. Zashniylari bor, yangi motor, masla. Xo'p, endi bunga pichog'ini ko'rsataylik. Mana, pichog'i germanskiy kuydirilgan o'sha eng nomerading pichoqlardan. Xo'p, malatoylari bor, o'zini sharabaralari, bu tomonda ham bor. Bunisi yengil mahaviy. Motor 3.5 kilovatli bo'lgani hisobiga yengil mahaviydan qo'yib berilyapti. Xo'p, 3.5 kilovatli yengil mahaviy 18 ta tishli. Xo'p, endi buni korpusi mana shu holatda bo'ladi. Bizi barcha drabilkalarda xoh misli qo'yilsin, xoh alyuminli, xoh kichkina katta bir xilda bo'ladi. 220 drabilkalarimiz bir xilda motordan qo'yib beramiz. Mana shu korpusimizga mana shu 3.5 kilovatlik Titan motor 18 ta tishlidan qo'yib beramiz. Buni narxi 2.200.000 so'm Jasur aka. Narxi 2.200.000 so'm. Sindirib bering. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, bir nonani like bosib qo'ysa, otasiga rahmat deb qo'yamiz. Aka 2.100.000 so'mdan qilib beramiz aka. Xo'p bo'ladi. 2.100.000 so'mdan chiroyli qilib beramiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, poddeshka qildi, shunchalik bo'ldi aka. 2 million so'mdan qo'yib beramiz aka. Omonjonlik mardligi tutyapti. 2 million so'mdan chiqarib beramiz. Tushirib berar ekan, videoni oxirida ko'ringlar, ham tushiramiz. Xo'p, yana keyin, xo'p, bir boshdan o'tsak, xo'p, keyingisi bu alyuminli motorimiz. Alyuminli motorimiz kattarog'i. Alyumin motorimiz kattarog'i, o'sha birkasiga 6.5 yozadi. Moshni, kilogrammi ham 24 kiloli og'ir motordan aka. O'zida teploshka zashniylari bor, original motor, yangi kelgan motorimiz aka. Bunga aka zavodskiy mahaviyimizdan qo'yib beryapmiz. Og'iridan mana. Mana shu mahaviy bo'ladi akalar. Salkam 10 kilo keladi. Zavod quyma mahaviy. Bunga ham shu germanskiy pichoqlar qo'yilgan. Keyin 2 qavatli qatirilgan pichoqlari bor. Xo'p, malatoylari bor. Jami tishi 24 talik bu. 24 talik. 24 talik tishimiz, 6.5 li motor. Eng nomerading yangi masla motordan qo'yib beramiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 2.5 million so'mdan chiqarib beramiz. Joyimizdan 2.5 million so'm. Ammo narxlarimiz doimgidek o'sha joyimizdan chiqayotgan narx, xudo xolasa chiroyli qilib qilib beramiz. Buni ham aka obunachilarimizga, xalqimizga aka
100 ming so'mdan bundan ham skidka qilib beramiz. 2400 ming so'm. 2400 ming so'm. Endi mis motorimizdan olishadigan bo'lsa, xoh buni mis motoridan, xoh buni mis motoridan olishadigan bo'lsa, 300 ming so'mdan farq qiladi. 300 ming so'm tarnaxiga qo'shilib qoladi. Ana shuni ham aytib o'tib ketdik. Hozir alyuminiylarni narxini aytdik. Xo'p, yana keyin setkalariga o'tadigan bo'lsak, buni 4 xil nasatkasi bor. Bu o'sha mol bopi, qo'y bopi, yorma holatda, keyin kepay holatda keladi. 4 xil nasatkasi bor. Tortinchi bitta drabilkani. Tort. Joy masofadan masofaga bemalol yetalab yursiz bo'ladi. G'ildiraklari bor. Ha, bemalol qiynalmasdan yetalab yursiz bo'ladi. Xo'p, O'zini avtomat ключаtor. o'zida avtomat ключаtor zashnilari bor. Qo'shimcha o'sha avtomat qo'yilgan. Hozir bunda o'sha 6 li motorimizdan turib turgan zavodskiy mahaviy kattalashgan varianti Jasur aka. Bu o'sha xampalari kattalashgan varianti 54 ga 54. Hamma tomoni 54 ga 54, 4 burchak xampadan. Xo'p, yana keyin o'zini zaslonka qopqog'i bor. Zaslonka qopqog'i bor. Eng qizig'i havo to'sqichlab qo'ygan, betga chang urmaydi. Betga chang urmaydi. Juda ko'pchilik aytayapti, chiqaryapman deyapti, betga chang urib yuboryapti deyapti. Bunga havo to'sqich qo'yilgan. Changimaydi. Keyin kattalashgan variant, chiqishlari kattalashgan varianti. Xo'p, eng qizig'i buni setkasini tushish joyini ko'raylik. Eng qiziqarli joyi. Bir deganda solasizlar, bir deganda olasizlar. Eng qiziqarli joyi bu. Hech qanaqa qiynalish holat bo'lmaydi. Bo'lgaykalar bo'shat, bunaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa, xalqimiz paddeshka qilib, duoda bo'lib tursa, bundan ham chiroyli, sifatli, yaxshi drabilkalarimizni ishlab chiqarishdan to'xtamaymiz. Biz xudo xolasa xalqdan so'raydiganimiz duoda bo'lib, paddeshkada bo'lib, bir donadan like bosib qo'ysa, shunisiga xursand bo'lamiz. Omonjon, qarang. Yutul o'yinlarimiz davom etadi. Xo'p, davom etadi. Bizdan boshqalar ham qilyapti, ko'ryapmiz, misol. Hamma omadini bersin avvalo. Albatta. Endi yanada bir yutuqlarni ko'paytiraylik. Nimaga? Bo'ldi. Ko'rdik, xudo xolasa 1 yil, 2 yil deganda zavod holatiga keldik. Bu hamma avvalo shu xalqimizning duosi, birinchidan, keyin qo'llab-qo'llab paddeshka qilayotgani uchun. Yana bir bora biz paddeshka qilayotgan insonlarga qanaqa yutuqlik qilamiz? O'zingiz ko'ngildan chiqarib. Xo'p, ko'ngildan chiqarib aka, mana shu videomiz ostida xudo xolasa ko'p so'ramaymiz. Maqsad drabilkamizni berish. 1000 talak, 1000 ta kommentariya bo'lib bersa aka, bir dona drabilkani bepulga xudo xolasa qilib beramiz. Gap. Like bosib, kommentariya yozib, nomerlarni yozib ketsa, otangga rahmat deb qo'ysa aka, shunisiga xursand bo'lamiz aka. Bo'ladi. Agarda 2000 ta like bo'lib, 2000 ta kommentariya bo'ladigan bo'lsa, 2 ta drabilka. Agarda 3000 taga chiqadigan bo'lsa, 3 ta. Bo'lsa xalqqa bo'lsin 5000 taga 10 ta drabilkani bepulga beramiz. Bo'ladi. Hurmatli obunachilar, paddeshka davom ettiramiz. Hozir endi bu apparatlarimizni